ulamolarning hayotini o'rganib chiqadigan bo'lsak, o'zi otasidan yetim qolganlar shonli, shuhratli hayot kechirishgan. Bunday kishilar ko'plab. Imom Ahmad deymiz, Imom Malik deymiz, Imom Buxoriy deymiz. Otasi vafot etib ketgandan keyin ham onalar bolalarini yetaklab olim qila olgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhini otalaridan ham bir qancha davlat qoldi, pul qoldi. Shuni joy-joyiga qo'yishlik uchun Imom Buxoriyning onalari Imom Buxoriyni buyuk kishi bo'lishliklari uchun sarf xarajat qilgandilar. Otalari Ismoil vafoti oldidan shunday deb aytuvdilar: La a'lamu fi mali dirhaman min haramin wala shubhatin dedilar. Qaraylik birodarlar. Topgan molimda bir dirham ham harom yoki shubhali bo'lgan narsa borligini bilmayman dedilar. Uyimizdagi saqlayotgan pullarimizda, boshqalarimizda bunday o'zimizni hozir hisob-kitob qilaylik. Topayotgan pullarimizda harom aralashib qolgan joyi bormi degan so'zni bir o'ylab ko'raylik. Imom Buxoriyning otalari aytibdi vafotlaridan oldin. Topgan molimda bir dirham haromdan bo'lgan moli yo'q, hatto shubhali moli yo'q deyaptilar. Shubhali yo'q deyaptilar. Birortasi aralashmagan. Shuni yeb katta bo'lgan bola qanaqa qilib olim bo'lmasin, qanaqa qilib taqvodor bo'lmasin?